Sabr qiling, sizni rizqingiz gunohlaringiz tufayli emas, ichki holatingiz tufayli ham to'silayotgan bo'lishi mumkin. Va rizqni to'siydigan asosiy 4 ta ichki holat bor. Birinchi holat bu shikoyat. Shikoyat holatida yashasangiz, bu siz dunyoga va Allohga menda yetarli emas deb aytayotgan bo'lasiz. Shuning uchun Alloh aytadiki, qancha ko'p shukr qilsangiz, men sizga o'shancha ko'proq beraman. Va agar buni aksini qilsangiz, hayotingizda har doim nolib yuradigan bo'lsangiz, hayotingizda yetishmovchilikni yana ko'proq va ko'proq ko'rishni davom etasiz. Ikkinchisi, o'tmish yoki kelajak bilan yashash. Agar esingizda bo'lsa, shayton aytganki, men ularga oldidan ham, orqasidan ham, o'ng tarafidan ham, chap tarafidan ham hujum qilaman degan. Va ba'zi olimlarning aytishi bo'yicha, oldindan hujum qilish bu kelajagingiz haqida xavotirlar va orqadan hujum esa o'tmishdagi afsuslar. Agar har doim kelajak yoki o'tmishga hamma e'tiboringizni berayotgan bo'lsangiz, siz hozirdagi ne'matlarni qabul qila olmaysiz. Chunki Alloh faqat hozir beradi. Va men nafas haqida ko'p gapiraman. Shu nafas sizga ko'rsatyapti, Alloh sizga ne'matni hozir beradi. Va har bir olayotgan nafasingiz bu eng katta ne'matlardan biridir. Uchinchisi esa hasad. Hasad qilayotgan odam go'yoki Allohga aytayaptiki, seni odamlarga rizq tarqatishing menga yoqmayapti. Men bunga rozi emasman. Bunaqa qalb esa qabul qilishga tayyor emas, afsuski. Va to'rtinchisi, hamma narsani juda ham kuchli nazorat qilish. Chunki mushkka ijtimo qo'ya olmaysiz. Qo'yib yuborish kerak. Ochiq qo'l faqat qabul qila oladi. Va bunaqa kuchli nazorat asosan sizda tavakkul hissi pastligiga dalolat beradi va Alloh shuning uchun bizga aytgan, hech bir jon ertaga nima topishini bilmaydi. Buning uchun tavakkul hissida yashashni o'rganing. O'zi islom nima degani? Islom so'zi ma'nosi o'zi aslama degan so'zdan paydo bo'lgan va uning ma'nosi taslim bo'lish, bo'ysunish, o'zini topshirish. Qo'yib yuboring. O'shandagina hayotingiz ancha osonroq bo'ladi, rizqingiz ko'payadi va hayotingizda baraka ko'rishni boshlaysiz. Salomat bo'ling.